Elon Musk'ın qas ko'tarishi mumkin degan xabar hozir bir qiziq nuqtaga chiqdi. Necha kun burun bu Elon Musk o'zining vasiyatnomasini qoldirganligini oshkorladi. Ya'ni bu Elon Musk o'zining qo'llasidagi barliq shirkatlarning kelgusidagi ishlarini oldin o'rinlashtirib bo'ldi. Yana bu Elon Musk o'ziga bir sun'iy ahli iqtidorlik bir programmani AI'ni oldin tayyor qilgan bo'lib 72 soatlik qoidali programma deb atagan. Ya'ni faqat bu Elon Musk o'zini rast qas kuchirab o'lib ketsa 72 saatdan keyin bu programma qo'zg'atildi. Yani 72 saat jarayonida Elon Musk bir qatam buyruq versa bu zidon avtomatik qo'zg'alindi. Bu qo'zg'algandan keyin Elon Musk oldin o'rinlashtirib qo'ygan barliq ishlarni bu sun'iy ahli iqtidor amalga oshirdi. Undan bu nimani amalga oshirdi? Bu sun'iy ahli iqtidor zodi qanchalik qo'rqinchli degan vaqtning o'zida bu birinchi bo'lib bevosita Musk'ningki hozirgi sun'iy amra zanjiriga shunga hujum qiladi. Ya'ni bu barliq sun'iy amra bu zanjirining asli kodini oshkorlayotdi butun dunyoga. Ya'ni butun dunyoda har qanday bir mushning kira oladigan davlatlar, hakkerlar bundan xohlagancha foydalana oladi, ishlatib keta oladi degan gap. Endi buni ishlatib kelsa eng chong ziyon eng avval kimga bo'ladi? Albatta Amerika bo'ladi. Yevropa bo'ladi uning keyinda. Shuning bilan bu yerga hakkerlar yoki har qaysi davlatlar, qoriniyatliklar, terrorchilar bular hammasi bundan foydalanib ketgandan keyin mushniki shuji ko'layliklar, sonliq ma'lumot omborlari, shunamo Amerikaning davlat naqdiyati bularning hammasi oshkorlanib ketdi degan gap. Bu orqali butun dunyo dahshatli bir qalaymiqonchilik uchun balki to'xtamaylik boshqarilgan bombalar uchib yurishi, to'qliq mashinalarning sistemasining hammasi vayron bo'lishi, bilsizlar barliq to'qliq mashinalarning bosh bo'lini shu Tesla bularning hammasi bo'lib kelsa u vaqtida bu qanday ishlar kelib chiqadi. Endi Trump sahnaga chiqqandan keyin bu Elon Musk'ni bir ma'muriy bir iqtisodga mas'ul bir amaldor qilib qo'ydi bilamiz. Bu orqali bular hozir hadab Amerikaningki iqtisod peshiga chiqayotgan Yahudlarning kuchini ojizlashtirib, Amerika iqtisod gavdasini qoidlardan qurib chiqib, bularni ojizlashtirib boshqa bir kurash qilyapti. Damashlar bilan uch qashqari jang qilyapti. Hamda hammamiz hatto butun dunyo buni qiziqyapti. Bu ish bo'lsa, bu butun dunyoning iqtisodiga shu bizning aytgan maoshimizga hatto ta'sir bo'lib ketadi buning uchun. Undasa buningki keyingi ishlar qanday deb Elon Musk rastulloh qashqqa uchrami. Chunki Amerika zo'ngtung tarixida har qatimliq mash Amerika iqtisodini o'zgartimiz, boshqacha pul muomala qo'llanamiz. Eng muhimi shu Yahudlarning tishiga tekkan, shularning huquqiga ancha-muncha qilgan ishki zo'ngtungning hammasi qasnab o'lib ketgan. Unda qayq bo'lsa Elon Musk Trumpning hayotimi hozir shunday bir bosqichda bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bu Elon Muskni qiziq qashqab mush tem to'g'risida sizlar bilan o'rtoqlashib qo'ydim. Yoqtirgan do'stlar bir go'nji qo'yishni unutmanglar. Rahmat.